O'z rasmlaringizni mana bunday multfilm qahramonlari singari o'zgartirishni bilardingizmi? Keling birgalikda o'rganamiz. Kompyuterimizdagi istalgan brauzerga kirib, qidiruv tizimiga lens.go.ai deb yozamiz. Va bizga ushbu sayt kelib chiqadi. Saytga kirganimizdan so'ng saytdan ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak. Ro'yxatdan o'tib olganimizdan so'ng mana bu yerda Create Images degan bo'limiga o'tamiz. Create Images bo'limiga o'tganimizdan so'ng Upload Image tugmasini bosamiz va o'z rasmimizni yuklab olamiz. Rasmimizni yuklaganimizdan so'ng mana bu yerda rasmimizda qanday ko'rinishga o'zgartirishimiz kerakligini tanlaymiz. Bu yerda har xil usullar bor, bizda Pixar usulini tanlaymiz. Xo'sh, mana bu qismga esa rasm haqida ma'lumot yozamiz. Matnimizni kiritganimizdan so'ng mana bu yerdan Start tugmasini bosamiz. Mana bizga rasmimizni tayyorlab berdi. Ushbu rasmni yuklab olishimiz ham mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Agarda siz ham o'z sun'iy intellektingizni yaratmoqchi bo'lsangiz, Python dasturlash kurslarimizga taklif qilamiz. Batafsil ma'lumot uchun ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling.